Agar bu bir haqiqat bo'ladigan bo'lsa, rostilla yaratquchining uchuri bo'ladigan bo'lsa, onunğa bo'ysunishdan boshqa tanlashim yo'q deganlarni o'yladim. Chunki men bir haqiqat izdiguvchi. Islomning aslida xristianlikdagi aqidamni yo'qqa chiqarmaganini, balki uni tuzitib, to'liqlab takomillashtirganligini his qildim. Chunki Alloh taolaning Fir'avnning jasadini ibrat uchun saqlab qolganligiga ishonmaydi. Ammo oqibatda Fir'avnning jasadi tepildi. Bu vaqtda tadqiqot olib borgan fransiyalik olim Maurice Bucaille hayron qoldi. Islomni yo'qotish uchun Qur'onni yo'qotish kerakligini bilsimi, buni qilolmag'achqa musulmonlarning ish harakati haqida gap tepishdi. Ularning Qur'oni haqida birdan-bir qila oladiganini uni ko'ydirish xolos. Lekin Qur'onga ilmiy dalil orqali tarixiy xarakterlik yoki matematikalik holda oqilonalik bilan qarashtirib olmaydi. U dunyodagi 1 milliard dollardan qimmatlik va muhim ekan. Shunga insonlarni islomga da'vat qilishga boshladim. Chunki har kishining milliarder bo'lishini umid qilaman. Taksi shofiri menga Qur'on o'qishimni va musulmon bo'lib jahannam o'tidan qutulishimni aytdi. Shundaqla Qur'on o'qishim haqida va'da berishimni talab qildi. Assalomu alaykum, Channel 6 kanalımıza hoş geldiniz. Programmamızga iştirak qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Xohlasangiz tunji savol bilan boshlab ketaylik. Julian Dorling kim? O'zingizni tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Meni taklif qilganlarga ko'p rahmat. Alhamdulillah, men bir musulmon. Allohning izni bilan bir mu'min. Ismim Julian Dorling, Fransiyadan bo'laman. 2012-yili Filippinda musulmon bo'ldim. Shu yildan e'tiboran islomni dunyoga yetkazish, xususan yangi musulmon bo'lgan kishilar bilan aloqa qurishda xizmatlarda bo'layapman. Chunki Filippindagi vaqtimda musulmon bo'lgan tunji yili ko'p qiynalgan edim. Shunga menga o'xshash yangi musulmon bo'lgan kishilarning texmi yaxshi musulmon bo'lishiga yordam qilish maqsadida xolis media shirkatimda rafiqam Zara Shafi'i bilan birlikda qisqa film, leksiya qatorliq ko'plagan turlarda xizmat qilyapman. Islomni qabul qilishdan burun qaysi dinga e'tiqod qilardingiz? Sizni burungi e'tiqodingiz haqida o'ylantirgan sabab nima? Men xristian bir muhitda tug'ildim. 2 yoshimda Fransiyada diniy murosim orqali vaftiz bo'ldim. 7 yoshda ikkinchi qitimliq vaftiz bo'ldim. Ya'ni gunohdan poklandim. Ma'lum vaqtdan keyin pop bo'lishni tanladim. Chunki bu xil yashash uslubini yaxshi ko'ratdim. Lekin oilam qo'llamadi. Shuning bilan borgan-sira buddizmga yuzlanishga boshladim. Tibet, Dalay Lama va Osiyo haqida ko'plagan hujjatli filmlarni ko'rdim va meditatsiyonga moyil bo'lib qoldim. Ya'ni o'xshamagan dillarni sinab boqdim. Har qitimda menda borgan-sira yaxshilanish bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yanada to'g'ri yo'lda emas edim. Bularning hammasi bir tajriba deb o'ylaydim. Hatto Meksikada bir mezgil shaman diniga agashgunma kelgan bo'ldi. Keyin yana o'xshamagan yangi iqimlarni sinab boqqan bo'lsam-mu, mayli tunjisi yoki oxirgisi bo'lsin, hech qaysi din meni qanoatlantirmadi. Islom haqidagi tunji ko'z qarashlaringiz qanday edi? Islomni faqat arablarga xos din deb o'ylaydim. Islomga aloqador nimani anglasam, har qitim degudek bo'lmag'ur xabarlarni anglaydim. Masalan, Falastin va Isroil to'qinishiga o'xshash. Mushu sababdan bo'z kerak, shunga islom haqida bak ko'pmi o'ylanib ketmagan edim. 11 sentabr voqeasidan burun g'arb davlatlarida islom alohida tilg'imi ilinmaydi. Tarix kitoblarida islomga doir ma'lumotmi yo'q edi. Islomning buyuk tuhbalarining ko'pinchisi bizdan yushirilgan edi. Masalan, islomning Ispaniya va Andalusdagi ta'sir kuchidan qilcha xabarimiz yo'qdi. Bu sabablik g'arbdagi insonlarni 11 sentabr voqeasidan keyin islomga diqqat qilishga boshladi deb qarayman. Chunki har kuni digida xabarlarda ko'zga chiliqib turadi. Musulmon bo'lishga qanday qaror berdingiz? Allohga shukr, bilganingizdek payg'ambarimiz bizga sayohat qilishni tavsiya qilgan. Chunki sayohat kishining nazar doirasini kengaytiradi. Yosh vaqtimdan boshlab sayohat qilishni yaxshi ko'ratdim. Oilam men bilan birga sayohatga chiqatdi. Keyin 18 yoshga kirgan vaqtimda Avstraliyada 1 yil o'qidim. Amerikada o'qidim va tunji xizmatimni Ispaniyadan topdim. Ispaniyada Fransiyadagidan bakroq xo'shal yashaydim. Ba'zi sabablar tufayli Ispaniyaning islomga aloqador uzun mezgillik an'anasining borligini bilmaydim. Biroq dunyoning janubiga borgan vaqtimda ruhimning bakroq uyg'onayotganini his qildim. Filippinda xizmatga boshlagandan keyin yaratquchi va xristianlikka doir qaytadan o'ylanishga boshladim. Dastlabda Fransiya chegarasidan Ispaniyaning g'arbiy qirg'iqigacha yaratquchini izlab 1000 kilometrlik uzun safar qildim. Buni bir xristianning haj safari deyishga bo'ladi. Ya'ni mundoq chiqib aytganda, hayotimga haqiqatni tonishimga yordam beradigan urug'chilarni terg'animni his qildim. Ko'plagan islom davlatlarini sayohat qildim. Ozarbayjon qatorliq davlatlarda ishladim. Qibrısga, Qibrısning shimoliga, shundaqla Tanzaniyadagi Darussalamni sayohat qildim. U yerda islomni yaxshi ko'rishimga sabab bo'lgan nurg'unlagan narsalar bor edi. Hatto azon ovozimi buning ichida. Ammo menga eng ta'sir qilgani internet vositasi orqali izlaganlarim bo'ldi.
Hozirgidek esimda turibdi. YouTube'dan 11 sentabr vaqasining 10-yil xotirasi haqida izlashga boshladim. Davlatning tarqatgan ana xabarlarga o'xshamaydigan nurg'un narsalarning borligini his qildim. U kunki vaqalikning ijtimoiy taratqularda bizlarga ko'rsatilgandek emasligi hammaylanga ma'lum deb o'ylayman. Chunki buning ko'plagan ilmiy dalillari bor. Bu menga eng ta'sir qilgan ishlarning biri edi. Ondan islom haqida Qur'onning Allohning uchuri ekanligining rad qilg'usiz bir haqiqat ekanligi haqida nurg'unlagan mazmunlarni uchratdim. Eng avval islom dushmanlarining fikrlari haqida izlandim, ammo hech biri meni qoyil qilolmadi. Keyin Qur'on tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan ba'zi islom olimlarining filmlarini ko'rishga boshladim. Qur'onning aniqla Alloh tarafidan kelganligiga ishondim. Buning isbotini matematikalik, tarixiy xarakterlik yoki ilmiy asos xarakterlik nurg'un nuqtalardan tushungandan keyin, agar bu bir haqiqat bo'ladigan bo'lsa, rostli yaratquchining uchuri bo'ladigan bo'lsa, uningga bo'ysunishdan boshqa tanlashim yo'q deganlarni o'yladim. Chunki men bir haqiqat izdiguvchi. Dastlabida bu fikrim haqida ko'p talash-tortishda qoldim. Balki to'g'ridan xristianlik bo'lishi mumkin deganlarni o'yladim. Biroq Chirkovga qaytgandan keyinmi Isoning yaratquchining o'g'li ekanligidek bu fikr meni oromimda qo'ymadi. Buning o'zgarmagan oxirgi haqiqat emasligini bayqadim va musulmon bo'ldim. Islomga rasmiy qoyil bo'lgan vaqtingiz esingizdami? Qandaqroq his qilgandingiz? Bolalikda Rojdestvo boyning yolg'on ekanligini bilganingizda xuddi atrofingizdagilarning xiyonatiga uchragandek his qilasizg'u. Boshda elishib ketdim, nihoyatda g'azablandim. Chunki islom ochiq bir haqiqat edi. Bu go'zaldan, ya'ni hayotimga nisbatan eng muhim bo'lgan narsa nemishqa 30 yildan buyon mendan yushirildi deganlarni o'yladim. Yana bir tarafdan xo'shal bo'ldim. Buni 30 yildan beri dadisi bilan ko'rishib baxmagan, dadisi uni tashlab etgan yetim bir bolaning 30 yildan keyin dadisini topgandagi xo'shalligidek o'ylasangiz bo'ladi. Ya'ni ham xo'shal bo'lasiz, ham g'azablanasiz. Nemishqa meni buncha tashlab etdingiz deysiz. Lekin Allohga nisbatan qat'iy g'azablanishni o'ylab baxmadim. Ammo shuncha yilning yoqi menga yolg'on aytgan kishilarga ochiqim keldi. Balkim ularni to'g'risini bilmas bo'g'aydi. Lekin jamiyatdagi haqiqatni bilib turib, bizga yolg'on aytganlarga to'liq g'azablandim. Chunki ular islomning haqiqatini bilib turuqliq qasdan buni bizdan yushirdi. Tushundingizmi-kin? Ya'ni ham g'azablandim, ham adolatsizlik tuyg'usida bo'ldim. Chunki ular 30 yilimni nobud qilishdi. Har vaqt mukammal biri emas edim. Har vaqt yaxshi ishlarni qilib ketammaydim. Islom hayotimga kirgandan keyin bo'lsa, shu vaqtcha g'azinasiz kamtuk yashaganligimni his qildim. Xuddi 30 yildan beri tuzuk nafasmi olamay, tuyuqsizlar rahat nafas ilishga boshlagan biriga o'xshatsangiz bo'ladi. Ya'ni mushuninga o'xshash murakkab his tuyg'ularda bo'ldim. Vaqtning o'tishi bilan xushalliqim g'azabimni yengdi. Allohning menga hidoyatni nasib qilganiga to'liq xursand va minnatdor bo'ldim. Nima uchun islomni tanladingiz? Bizga bir misol so'zlab bersangiz. Xristianlikdan chiqqan biri bo'lib suputim bilan islomning nemishqa haqdan ekanligini tushunish oson bir tema. Chunki Qur'onni inchki kuzatsangiz, Injilda tilga ilingan payg'ambarlarning hammasi degudek Qur'ondami so'zlanadi. Shu sababdan islomning aslida payg'ambarlik zanjirining bir davomi ekanligini bayqaysiz. Allohning insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun payg'ambar avatishi mantiqli bir ish. Shunga islomni tushunganimda, islomning aslida xristianlikdagi aqidamni yo'qqa chiqarmaganini, balki uni tuzitib, to'liqlab takomillashtirganligini his qildim. Madinada Hazrati payg'ambarning qabrisini ziyorat qilganingizda, yenidala Hazrati Iso uchun ayirib qo'yilgan o'rnini ko'ra olasiz. Bu bizga islomning Hazrati Iso bilan onasi Maryamni biladiganligini va buning bir davomlashtirish ekanligini ko'rsatib beradi. Shunga islom birdan bir haqiqatdir. Chunki Alloh Qur'onni har davrga mos, har vaqt kuchga ega holatda avatgan. 7-asrda Hazrati payg'ambarga avatilganlar agar Alloh tarafdan kelmagan bo'lsa edi, arab cho'lidagi bir payg'ambarning ularni bilalishi natoyin edi. Ilgariki xristian kimligim bilan beradigan javobim bu. Tunji javobim bo'lsa, islomning davomlashadigan va tamomlag'uvchi birdan ekanligi, shundaqla xristianlarning faqat oxirgi payg'ambarni qabul qilishi kerakligi haqida. Buni xristianlarga nisbatan bakrak osonga to'xtaydi deb o'ylayman. Chunki xristianlar aslida yaratquchining borligiga ishonadi. Ammo yaratquchining borligiga ishonmaydigan insonlarga agar matematikalik, tarixiy, ilmiy asosliq mo'jizalarni tushunganida mag'lub bo'lganligini his qiladi. Dal mushu sabablik yaqinqi 10 yilda nurg'unlagan tadqiqotchilar musulmon bo'ldi. Chunki Alloh taolaning Fir'avnning jasdini ibrat uchun saqlab qolganligiga ishonmaydi. Ammo oqibatda Fir'avnning jasdi tepildi. Bu vaqtda tadqiqot olib borgan fransiyalik olim Maurice Bucaille hayron qoldi. Ya'ni Alloh Qur'onda aytgan har ish amaliylashdi. Bu Nostradamusning ko'pinchisi xato bo'lgan taxminlardan to'liq farqli. Qur'on hech qachon xatolashmadi.
Mana bu sababli islomga hujum qiluvchilar Qur'onga hujum qilishmaydi. Chunki ular o'zlarining yengilmaydiganligini bilishidi. Haqiqatni, to'g'ri yo'lni bilganliklari uchun musulmonlarga yoki islomning ba'zi ozg'un firqalariga hujum qilishidi-yu, lekin Qur'onning qonuniyatiga qat'iy hujum qilishmaydi. Islomni sesitmoqchi bo'lsangiz, avval Qur'onni sesitib beqing. Mana mushunchalik oddiy. Islomni yo'qotish uchun Qur'onni yo'qotish kerakligini bilishsimi, buni qilolmag'achqa musulmonlarning ish harakati haqida gap tepishidi. Ularni ayblashidi. Diniy tarbiyasi bo'lmagan musulmonlarni nishon obyekti qilishidi. Shunga kishilar islomni yomon ko'rishidi. Islomni so'kadigan xabarlarga qaraganingizda Qur'onga qilingan hujumning yo'q deyarlik ekanligini ko'rasiz. Nimishqa? Chunki agar millionlagan dollar mablag'i orqali Qur'onga oshkora hujum qilinsa, ko'plagan kishilar Qur'onni o'qishga boshlaydi-da, Qur'onning haqiqat ekanligini e'tirof qilishadi. Lekin ular bu ahvolning yuz berishini qat'iy xohlamag'achqa, texmi oson bo'lgan yo'lni, ya'ni payg'ambarga hujum qilishni tanlagan gap. Chunki bilganingizdek, inson haqida bo'lmag'ur gaplarni qilib hujum qilish bakrak oson. Ularning Qur'on haqida birdan-bir qilalaydigani uni ko'ydirish xolos. Lekin Qur'onga ilmiy dalil orqali tarixiy xarakterlik yoki matematikalik holda oqilonalik bilan qarashtirib olmaydi. Shahodat aytgandagi tuyg'ularingizni biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Musulmon bo'lgan chig'imda o'zimni bir milliarderdek his qildim. Nimishqa bundoq deyman? Chunki islomning qanchalik qimmatli ekanligini his qilasiz. Bu Allohning sizga bergan eng muhim narsasi. Uyingizni, pul melingizni, shundoqla oilangizni yo'qotibmi, ya'ni yaxshi yashay olishingiz mumkin. Lekin islomsiz yaxshi yashay olmaysiz. Buni haqiqiy tushunganimda, uning hayotdagi eng muhim narsa ekanligini shunchalik cho'nqur his qildimki, u dunyodagi 1 milliard dollardan qimmatli va muhim ekan. Shunga insonlarni islomga da'vat qilishga boshladim. Chunki har kishining milliarder bo'lishini umid qilaman. Atrofimdagi har inson islomni bilmaganligi uchun bechora ko'rinadi. Dal mushu sabablik o'zimni trillioner deb qarayman. Chunki atrofimdagilar islomni qabul qilishga boshladi. Eng yaqin do'stim Yaponiyalik Koki va qiz do'stim musulmon bo'ldi. Islomni yetkazishning nihoyatda foyda chiqadigan bir tijorat ekanligini bayqadim. Chunki birini musulmon qilishning mukofoti to'limi katta. Shunglashqa faqat o'zim bilan cheklanib qolmadim. Musulmon bo'lgan vaqtimda buning bir xazina ekanligini bayqadim. Amaliyotda har birimiz bu xazinaga soyib, ya'ni bu dunyo yaratilishdan burun Alloh bilan qilingan bir ahdimiz bor. Buni tarqitish mening majburiyatim. Bağgan sari erishadigan mukofotimiz ko'payadi. Boshqalarning hayotini o'zgartiramiz. Islomdan ilgirki va keyingi hayotingizni surishtirib beqing desam, nimalarni deyishni xohlaysiz? Islomdan ilgari bir yetakchim yo'q edi. Islomning eng cho'ng alohidaliklarining biri, attigini ko'zingizni ochgandan boshlab ta qaytadan uxlag'ucha nimani qanday qilishingiz kerakligini sizga bildirishi. Ya'ni kundalik hayotingizda. Buningdan sirt kimligingiz va nima ish qilishingiz kerakligi haqida sizga yo'l ko'rsatadigan rahbaringiz bor. Buni faqat islomla qila oladi. Chunki bu Allohdan kelgan bir din. Islomdan ilgari dunyoda nishonsiz, oyinib yuratdim. Shundaqla nihoyatda tushkun edim. Muzika va xiyollarim bilan o'zimni ovundirib yashaydim. Dunyodan va haqiqatdan qochib, aeroplanlarda sayli qilib yuratdim. Amaliyotda nurg'unlagan sayyohlarni mushundoq qiladi. Ya'ni davomli xizmat yoki oilasi bilan mashg'ul bo'lishga urinadi. Agar ozroq tafakkur qilsa, men bu yerda zodi nima ish qilyapman? Yashashdagi maqsadim nima degandek savollar bilan yuzlashgan bo'ladi. Men davomli bu savollarning javobini izlab keldim. Javobni Qur'ondan topdim. Demakchi bo'lganim shuki, ya'ni islomdan ilgari ma'nisiz yashaydim. Haqiqat izlaydim. Shuni islomni topgandan keyin endi islomni yetkazish navbati menda deb o'yladim. Chunki atrofimdagi hammalarning tushkunlik ichida yashayotganligini ko'rib turib kishilarning ko'zining ichiga qarash orqali ruhiyatining cho'nqurligini his qila olasiz. Allohni topolmagan kishining ko'zlariga qaraganingizda ularning o'likdan farqi yo'qligini bayqaysiz. İnsanlarga bir yaratquchining borligini, islom orqali uningga yaqinlasha oladiganligimizni, qulluq qila oladiganligimizni eslatish orqali qaytadan ko'zlariga nur paydo bo'lsin degan umidda tirishyapman. Yaqinlaringiz va oilangiz musulmon bo'lishingizni qanday inkas qaytardi? Apam musulmon bo'lganimni bilganda, buning bir shum xabar ekanligini aytdi. Başta sal hayron qoldim. Ondan uningga bundan keyin texmo yaxshi bir farzand bo'ladiganligimni aytdim. Aslida bolalik burchimni yaxshi ado qilayotgan biri edim. Yanıla texmo yaxshi bir bo'ladiganligimni o'yladim. Ammo u chaqlarda opamning zehni islomning ayollar haq-huquqiga qarshi ekanligi haqida sapsatilar bilan to'lgan edi. Chunki Fransiya islomga qarshi tashviqotlar bilan to'lgan. Hajviy rasmlar orqali Hazrati payg'ambarga qilgan haqorati bilan mashhur bir davlat. Normalda Fransiyaliklar dinsiz bir millat. Millatdagi dinsizlik bo'lgan sira Allohga qarshi holatni shakllantirishga qarab o'zgardi. Bilganingizdek, Fransiyada yaratquchi haqida masxirlik paranglarda bo'lish
hech qancha bir gap emas. Bu sabablik musulmonligimning dastlabki mezgillari xeyli qiyin o'tdi. Islomda sizga eng ta'sir qilgan narsa nima? Bir din, shundaqla bir yashash uslubi jihatda islomda menga eng ta'sir qilgani hayotingizning har bir nuqtalarigacha Alloh tarafdan yetaklanishi. Boshqa dinlarda bundaq emas. Masalan, buddizm yoki xristianlik sizga iqtisod yoki miros haqida bir narsa o'rgatamdi. Yoki agar qiyin ahvollarda qanday qilib oxirga chiqadiganligingizni o'rgatamdi. Bu xil ma'lumotlar to'limi oz yoki yo'q deyarlik. Inson hayotida bir kompasga ehtiyojliq. Men har vaqt Qur'onning bir kompas ekanligini tilga olaman. Ya'ni bir mashina setib olsangiz, yaxshi haydash uchun tirishsiz. Bir telefon setib olsangiz, uni qanday qilib yaxshi ishlatiladiganligingiz haqida izlanasiz. Bizmi yoritildik. Shunga bu vaqtda izlanishimiz kerak. Islomning eng hayron qolarlik yeri hayotingizdagi har narsaning Alloh tarafidan planlangan bo'lishi. Hazrati payg'ambarning hayotingizdagi siz dush keladigan har ishda sizga yo'l ko'rsatishidir. Masalan, bir do'stingiz bilan chiqishib o'tolmadingiz. Uning bilan faqat 3 kunlik paranglashmay o'talaysiz. 3 kundan keyin qarindoshlik va birlik uchun qaytadan bir yerga kelishingiz kerak. Islom sizga qanday yashaydiganligingizni, birlikda yashashning qanday bo'lishi kerakligini o'rgatadi. Menga ta'sir qilgan yana bir ish bo'lsa, haj ibodati. 2013-yili haj qildim. Uning menga bo'lgan ta'siri bakli cho'nqur bo'ldi. Chunki butun musulmonlar birlikda o'xshash vaqtda duo qilishadi. Allohni yaxshi ko'radigan shuncha ko'p insonning borligini shu chaqda his qildim. Bumi islomning qanchalik qudratlidan ekanligini ko'rsatib berdi. Hali ham bu e'tirof qilinmasimi, buning uchun duo qilaman. Sizga eng ta'sir qilgan yoki siz eng yaxshi ko'radigan sura qaysi? Menga eng ta'sir qilgan va eng yaxshi ko'radigan sura Nasr surasi. Allah bu surada har inson islomni qabul qiladigan shu kun yetib kelganda istig'for tilab Allohga minnatdorlik bildirishimiz kerakligini aytadi. Bu surani eng yaxshi ko'rishimdagi sabab bu. Har qitimli sayohatimda imomning bu surani o'qiganini anglayman. Hatto bu ahvol Turkiyada bir necha qitim yuz berdi. Bir kuni Istanbuldagi aerodromning masjidida namoz o'qiyotdim. Imom Nasr surasini o'qishga boshladi. Bu mening tablig'i uchun yangi kelgan vaqtlarim edi. Ixtiyorsiz tabassum qildim. Chunki bu men eng yaxshi ko'radigan sura edi. Buni faqat Alloh biladi. Xuddi u paytda Alloh menga seni ko'rib turibman. Shundaqla sening nimishqa bu yerda ekanligingni bilaman deyotgandek tuyulib ketadi. Shunglashqa bu surani bakli yaxshi ko'raman. Chunki mening eng cho'ng xushalligim insonlarning islomga kirganligini ko'rish. Qur'onni tunji anglagan vaqtingiz esingizdami? Jismoniy jihatdan tunji qitim Qatarda bir mehmonxonada Qur'on tutqinim esimda. Hayron bo'lgan edim. Ilgari ba'zi xristian davlatlaridagi mehmonxonalarda Injilni uchirtatdim. Ammo Qur'onni eng dastlab Qatarda ko'rdim. Albatta uni o'qimagandim, lekin tunji uchirishim bu edi. Qur'onni o'qishga bergan tunji va'dam bo'lsa, Abu Zabidagi bir taksi shofirining so'zi bilan bo'ldi. Radioda bir nimalarni anglayotdik. Men liriklik bir naqshi ekanligini o'yladim. Aslida Qur'on o'qilayotgan ekan. Taksi shofiri menga Qur'on o'qishimni va musulmon bo'lib jahannam o'tidan qutulishimni aytdi. Shundaqla Qur'on o'qishim haqida va'da berishimni talab qildi. Men uningga ma'qul bo'ldim-yu, lekin unchavola astoydil bo'lmagan edim. Barliq insonlar sizni 1 minut tinglashmoqchi bo'lsa, ularga nimalarni degan bo'lardingiz? Agar 1 minut vaqtim bo'lsa, insonlarga o'limni eslatgan bo'lardim. Hayot to'limi qisqa. O'zinglardan to'g'ri savolni so'ranglar. Dunyoga nimishqa kelganliginglarni so'ranglar. Hayotning, yoritilishning g'oyasi nima bu vaqtda izlaninglar. Ishoninglarki, haqiqatni topa olasizlar degan bo'lardim. Boshqa deydiganlaringiz bormi? Buningdek ziyorat filmlarini ishlaganda kimlarga xitob qilayotganimizni bilamiz, shundaqku. Bo'libmi 15-20 yosh orasidagi yoshlar va butun insonlar bu savollarga javob izlaydi. G'arbda buni o'smirlar krizisi deb ataydi. Ularga shuni degim keladi. O'smirlar krizisi deydigan narsa mavjud emas, balki ruh krizisi mavjud. Ya'ni balog'atga yetgan mazgildan tortib Allohga bo'lgan majburiyatimiz boshlanadi. Bu sababdan nima qilaringlarni bilinmay sarosimida bo'lasizlar. Siz bu filmni ko'rayotgan mayli yigit yoki qiz bo'ling, agar tushkulishib ketgan bo'lsangiz, bu sizning Allohni topolmaganligingizdan. Butun masala dal mushuningda. Siz benormal emas. Siz millenium yoki Z nasliga o'xshash qiliplashtirib qo'yilgan birimi emas. Faqat yaratquchini izlayotgan, ammo nadin boshlashni bilmayotgan birisiz. Chiniqish, muzika yoki qiz o'g'il do'st tutish orqali yaratquchini tepishga urinayotgan bo'lishingiz mumkin. Chunki haqiqiy sevgini topganingiz bor. Amaliyotda sevgining eng yuqori pallasi yaratquchi bilan bo'lgan aloqangizda. Bu aloqani sog'lom tutolganingizda boshqa hech narsaga ehtiyojingiz qolmaydi. Shunga sizlarga Allohni izdanglar, qancha baldur topalasanglar shuncha yaxshi. Menga o'xshash kechikib qolmanglar deyish uchun buningga o'xshash filmlarni ishlaymiz. Mening 30 yilim ketdi. Balki sizlar texi 20 yoshlarda bo'lishinglar mumkin.
Allah uchun faqat bir qadam olsanglar, Allah sizlarga 10 qadam yaqinlashadi. Menga tamoman ishonsanglar bo'ladi. Chunki menmo ilgari sizlarning oranglardagi biri edim. Sizlar boshdan kechirayotgan ishlarni yashidim. Kechilik klublarda bo'ldim, futbolchi bo'lishga urindim, dangliq shaxslarga aylanmoqchi bo'ldim. Ammo hech biri qog'i kelmadi. Tonilgan YouTuber bo'lishingiz mumkin, biroq siz Allohni topmaguncha hayotingizda hech bir o'zgarish bo'lmaydi. Baxtsizlik ichida yashaysiz. Agar qalbingizda Alloh bo'lsa, kambag'al bo'lsangizmi, hech kimingiz bo'lmasa-mu, o'zingizni xuddi trilyonerdek boy his qilasiz. Buni qilish to'liq oddiy. Tanlash sizlarning qo'lingizda. Allohning yordami bilan hamma ish iziga tushadi. Meni taklif qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Agar Alloh yoqtirmaydigan gap qilib solgan bo'lsam, Alloh meni afv qilsin. Sizlarni kechirgaysizlar. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum.